Eslatib o'tamiz. Ushbu videodagi film sizlarga yoqsa, uni to'liq holda bizning Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz manzili izohlarda qoldirilgan. Hammaga salom, siz Zahir Masharipov kanalidasiz. Do'zaxning barcha davrlarini boshdan kechirgan sobiq giyohvand moddalar sotuvchisi nafaqaga chiqishga va qorong'u o'tmishini unutishga qaror qildi. Ammo o'tmish uni shunchaki qo'yib yuborish niyatida emas. Члены прибивали его к воротам. Да, приятель. Историю Кейси Уэллса. Я не наркодилер. Прошло 4 года с тех имя. Я забыл глушитель. Хватит стрелять. Keysi va Chris oddiy hayot kechiradigan yosh juftliklardir. Bir kuni kechasi ularning uyida qo'ng'iroq bo'ladi. Bu Nick, Keysining do'sti. U do'stidan farqli o'laroq hali ham jinoiy ishlar bilan shug'ullanadi. Nick do'stining uyiga keladi. U Keysining o'z hayotini qanchalik o'zgartirganiga hayron qoladi. Bu ajablanarli emas. Yigit sog'lom turmush tarzini olib boradi. Uy ishlari bilan shug'ullanadi va arxitektor bo'lib ishlaydi. Uning rafiqasi Chris turmush o'rtog'ining qorong'u o'tmishi haqida hech narsa bilmaydi. Nick ham o'zgarganiga ishontiradi. U o'z biznesi haqida va tez orada uylanishini aytib beradi. Muhim bir uchrashuvga ishora qilib, mehmon Keysining mashinasini olib u yerdan ketadi. O'rtog'ining narsalarini xonaga olib kirib, Keysi xonada shubhali keysni ko'radi. Ular o'zlarining qing'ir ishlarini oldinlari xuddi shunga o'xshagan keyslar orqali qilishgan. Xullas, bu keysni ko'rgan yigit vasvasaga tushib, ichida nima borligiga qiziqadi. Qiziqish shu daraja kuchli ediki, Keysi uni kuch bilan buzib ochadi va qarasa, keys ichi geroinga to'la bo'lib chiqadi. Bundan keyin Keysi g'azabga to'ladi. U do'stiga qo'ng'iroq qiladi, lekin u faqat arzimagan narsa deb qo'yadi. Uy egasi giyohvand moddalarni vannaga olib borib, yuvib tashlashni boshlaydi. Bir necha daqiqadan so'ng eshikka qo'ng'iroq keladi. Pizza yetkazib beruvchi niqobi ostida qora tanli yigit uyga kirib keladi va Keysiga qurol ko'rsatib, unga geroinni berishini so'raydi. Barcha giyohvand moddalar utilizatsiya qilinganligini bilib, notanish odam uy egasini o'ldirishga majburligini aytadi. Keysi esa o'z navbatida unga so'nggi bor chekish imkonini berishni so'raydi. Notanish erkak esa buni mamnuniyat bilan qabul qiladi. Ice notanish erkak o'zini shu nom bilan tanishtiradi. Reper bo'lishni orzu qiladi. Unga studiyadan qo'ng'iroq qilishadi va to'g'ridan-to'g'ri telefon orqali o'z qo'shiqlaridan birini ijro etishini so'rashadi. Keysi chalkashlikdan foydalanib, Ice'ni bir urib yiqitadi va bog'lab garajga qamab qo'yadi. Shu payt uning oldiga Dr. Jervis keladi. Uning kelishdan maqsadi Keysi bilan bola asrab olish to'g'risida gaplashish edi. Chris bu suhbatdan allaqachon o'tib bo'lgan. Navbat Keysiga kelgan edi. Ularning suhbatini garajdagi shovqin buzadi. Shunda Keysi doktordan uzr so'rab garajga ketadi. Garajga borib Keysi Ice'ni oyog'idan osib qo'yadi. Boshqa shovqin qilmasligi uchun albatta. Shu payt uning ostonasida ozod qilingan go'zal Dallas paydo bo'ladi. Qiz qarshichiliklarga qaramasdan to'g'ri uyga bostirib kiradi va Keysining noroziligiga e'tibor bermay divanga o'tiradi. Yigit telefon qo'ng'irog'iga javob berish uchun ketayotganda, qiz shifokor bilan juda samimiy suhbat quradi. Fursatdan foydalanib erkak Keysi haqida Dallasdan so'raydi va Dallas bemalol Keysining qing'ir o'tmish haqida erkakka so'zlab beradi. Hikoyani tinglaganidan so'ng Dr. Jervis yigitning bahonalarini tinglashni istamay ketadi. Qiz uy egasini garovga oladi. Giyohvand moddalar yo'qligini bilib, u yigitdan pul talab qiladi. Uning iltimosiga rad javobini olgan Dallas bog'langan odamni zo'rlay boshlaydi. Bu jarayon qizning miyasiga otilgan o'q bilan tugadi. Qizni o'ldirgan odam ham shu jinoiy ishlarga aralash erkak bo'lib chiqdi. Yigit qiynoqlar uchun mo'ljallangan sumkani namoyish qilmoqda. Ko'chadagi shovqinni eshitib, u Keysining og'zini yopib xonadan chiqib ketadi. Ushbu erkakning ismi Billy. Billy qaytib kelganida yigit allaqachon qo'lidagi lentadan ozod bo'lib, o'zini qurollantirgan edi. U odamga bir necha marta zarba beradi va Ice bilan birga garajga osib qo'yadi. Nick Keysiga qo'ng'iroq qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, u pulni o'g'irlab yashirgan va barcha izlar do'stining uyiga yuborilgan. Erkak kechirim so'raydi va shaharni tark etishini maslahat beradi. Nick juda jiddiy jarohat olgan va ehtimol bu uning so'nggi qo'ng'irog'i edi.
Keysi uyni tartibga keltiradi, barcha qon izlarini olib tashladi. Shu payt uyning eshigi oldida detektiv Kassarov paydo bo'ladi va stol ustiga paketni qo'yadi. Uning ichida Nikning boshi yotar edi. Kassarovning aytishicha, uning do'sti Nik politsiyaga tegishli bo'lgan katta miqdordagi pulni o'g'irlagan. Detektiv u pullarni qayerga yashirganini faqat Keysi taxmin qila olishini juda yaxshi bilgan. Xullas, Kassarov yigitga shart qo'yadi. U kechqurun soat 7 ga qadar pul olib kelishi kerak va buning evaziga u jasadlardan xalos bo'lish, uyni tozalash va baxtli oilaviy hayotni va'da qiladi. Buni qarangki, detektiv Kassarov adashmagan. Keysi bir zumda do'sti pullarni qayerga yashirganini taxmin qilib topadi. U yerda qo'shimchasiga u qimmatbaho 2 soat ham topadi. Bu esa ularga do'stidan sovg'a ekan. Belgilangan vaqtda Kassarov boshchiligidagi politsiyachilar va bir nechta yirik giyohvand moddalar savdogarlari yigitning uyiga kelishadi. Uyda yigitning o'zi yo'q. U uning yaxshi hayotini buzmoqchi bo'lganlarni bir-biriga qayrab qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Keysi bu vaqtda aeroportda jufti bilan uchrashadi. U Krisga zudlik bilan uchib ketishi kerakligini aytadi va u bilan birga borishni taklif qiladi. Ammo qiz hoziroq qaror qabul qilishi shart va qiz rozi bo'ladi. Juftlik $2 million bilan yangi hayot boshlash uchun ketishadilar va film shu tarzda o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, film sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Chunki likelar soni qanchalik ko'p bo'lsa, bizda qiziqarli videolar shunchalik ko'p chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.